Web hosting o'zi nima? Web hosting bu web sahifani kecha kunduz internet tarmog'iga ulangan va web saytni tashrif buyuruvchilarga ko'rsatilgan tayyor bo'lgan maxsus kompyuterda saqlash xizmati. Aytish mumkinki, bu u joy ijarasi xizmatidagi gap, faqat sizning web sahifangiz uchun. Lekin bu yerda yashash maydoningiz to'g'ri o'lchamlarni tanlash muhim. Chunki katta oila uchun kichkina xonada yashash noqulay bo'ladi. Bir kishi uchun esa doimiy ravishda katta bir uyni ijaraga olish albatta foydasizdir. Xuddi shunday bitta sayt uchun kichik virtual hosting rejasi eng to'g'ri yechim hisoblanadi. Boshqalar uchun sizga butun bir server kerak bo'ladi. Hostingning 4 ta asosiy turi mavjud. Bugun biz ulardan eng arzon va keng tarqalgan haqida gaplashamiz. Bu web hosting. Web hosting yuzlab turli xil odamlarning web saytlari bitta jismoniy serverda saqlanganda, ularning har biri o'z disk maydoniga ega, ammo qolgan resurslar umumiy bo'lishidir. Bu ko'p qavatli umumiy uyda bir xonani ijaraga olish kabi, u yerda hayot uchun barcha qulayliklar mavjud, lekin qo'shnilar bilan bir qator qulayliklarni bo'lish kerak. Masalan, dush, oshxona, hammom, avtomobil qo'yish joyi. Agar kimningdir sayti juda ko'p resurslardan foydalana boshlasa, masalan, reklama paytida tashrif buyuruvchilar oqimi tufayli shu payt boshqa saytlar bu resurslardan foydalana olish imkoniyati pasayib ketadi. Xuddi xona misolida bo'lgani kabi, agar sizning qo'shningiz ziyofat uyushtirgan bo'lsa, bu boshqalarga ham ta'sir qiladi. U yerda shovqinli bo'ladi. Oshxona bo'shaguncha kuchingiz kerak va boshqa holatlar. Serverdagi barcha foydalanuvchilar teng shartlarda bo'lishini ta'minlash uchun hosting provayderlari virtual hostingga qat'iy cheklovlar qo'yadilar. Masalan, ular server sozlamalarini o'zgartirishni va ko'p resurslarni talab qiladigan dasturlarni o'rnatishni taqiqlaydi. Prosessor xotirasidan foydalanish vaqtini cheklaydi. Bu virtual hosting yomon degani emas. Shunchaki bu hosting katta bo'lmagan saytlarga mos keladi. Odatda juda ko'p resurslarga yoki ba'zi bir maxsus dasturlarga muhtoj bo'lmagan kichik saytlar uchun, masalan, tashrif qog'ozi, veb sayti, promo sahifa, portfolio, blog yoki kichik onlayn do'konlar uchun. Agar saytning mashhurligi oshsa va unga ko'proq resurslar kerak bo'lsa, siz tarifni kuchlirog'iga o'zgartirishingiz mumkin. Web hostingning afzalliklari: qimmat bo'lmagan narxlar, foydalanish uchun maxsus texnik bilimlarni talab qilmasligi, maxsus sozlangan server. Hosting provayderi saytingiz joylashgan serverni boshqarish bilan shug'ullanadi va muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlaydi. Web hosting turli xil CMSdagi saytlar uchun juda mos keladi. Agar sizning xonangizda tez-tez katta ziyofatlar rejalashtirilgan bo'lsa va siz qo'shnilaringiz bilan qulayliklarni baham ko'rishni xohlamasangiz va ko'proq erkinlikni xohlasangiz, alohida uyga ko'chib o'tishni o'ylab ko'rishingiz kerak. Keyingi videoda VPS yoki boshqacha aytganda virtual server haqida gaplashamiz. Agar sizga video manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va shu kabi qiziq ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Biz albatta bundan mamnun bo'lamiz.